5. bob. Ular ko'lning u qetidagi girasalqlar turadigan yerga bordi. Hazrati Ayso kemidan tushishi bilanla jin chaplashgan bir odam go'r qilingan o'nkirlarning biridan chiqib, uning oldiga yugurdi. U odam o'nkirlarni makon tutgan bo'lib, hech kim uni hatto zanjir bilan bog'lab qo'ya olmadi. Bir necha qitim qo'llari zanjirlanib, puturg'i kishanlar selgan bo'lsa-mu, zanjirlarni uzib, kishanlarni cheqivatgan edi. Hech kim uni bo'ysundira olmagan edi. Kech-kunduz mozorliq va dalolarda vaqrab-jaqrab yuratdi. O'z-o'zini tosh bilan urib, yorlantiradi. U Hazrati Aysoni yiroqdan ko'rib, yugurgan peti uning oldiga berib, yerga bosh qo'ydi va qattiq vaqirab: "Ulug' Xudoning o'g'li Ayso, ishimga aralashma. Xudo oldida sendan o'tib so'raymanki, meni qiynama", dedi. Sababi Hazrati Ayso: "Hey jin, bu odamning tenidan chiq", deb buyurgan edi. Ondan Hazrati Ayso bu odamdan: "Isming nima?" deb so'radi. "Ismim Ming'ilg'on, chunki sonimiz ko'p", deb javob berdi bu odamni so'zlayotgan jin. Va Hazrati Aysodan o'zlarini u zamindan chiqaratmaslikni talab qilib, ko'p o'tinib yolvirdi. Shu atrofdagi tog' bog'irda cho'ng bir to'p to'ng'iz podisi o'zg'inib yuratdi. Jinlar Hazrati Aysoga: "Bizni mushu to'ng'iz podisiga haydavatgin, ularni ichiga kirib ketishga ijozat bergin", deb yolvirishdi. Hazrati Aysoning ijozati bilan jinlar chiqib, to'ng'izlarning teniga kirib ketdi. 2000 ga yaqin to'ng'iz patparoq bo'lib, yugurgan peti tikyodan tushib, ko'lga g'arq bo'ldi. To'ng'iz boquvchilar u yerdan qochib, shahar yezlarda bu xabarni taqatdi. Xaloyiqmi ahvolni ko'rgili chiqishdi. Ular Hazrati Aysoning yeniga kelganda, ilgari ming'ilgan jinlarga asir bo'lgan yelqi odamning kiyimlarini kiyib, as-hoshi joyida holda o'tirg'unni ko'rib, qo'rqib ketishdi. Bu mo'jizani ko'rganlar jin chaplashgan odamning qutqizganligi va to'ng'izlarning oqibatini xaloyiqqa so'zlab berdi. Buning bilan xalq Hazrati Aysoning o'zining zamindan chiqib ketishini talab qildi. Hazrati Ayso kemiga chiqayotganda, ilgari jin chaplashgan yelqi odam uningga: "Menmi siz bilan birga ketay", deb yolvurdi. Lekin Hazrati Ayso uningga ruxsat qilmay, urug' tuqqanlaringning yeniga berib, ularga Rabbingning sana ne kadar cho'ng ishlarni qilib berganligini va qanchalik mehr shafqat ko'rsatganligini yetkizgin, dedi. U odam qaytib berib, Hazrati Aysoning o'zi qilib bergan cho'ng ishlarni 10 shahar rayonida taqitishga boshladi. Buni anglaganlarning hammasi hayron qolishdi. Hazrati Ayso kemi bilan ko'lning u qetiga qaytganida, nurg'un xaloyiq ko'l bo'yida yana uning yeniga yig'ildi. Bu chaqda ma'lum bir ibodatxonaning Yoir ismli bir mas'uli keldi. U Hazrati Aysoni ko'rib, oyig'iga yiqilib: "Kichik qizim sakratga tushib qoldi. Berib uning qo'lingizni tekkizib qo'ysangiz, u saqib umr ko'rsa", deb yolvurdi. Hazrati Ayso u odam bilan birga bordi. Uning atrofiga olishib olgan xaloyiqmi kaynidan agishib minishdi. Topning ichida xuntavrash keslik giribtor bo'g'iniga 12 yil bo'lgan bir ayol bor edi. U nurg'un teviplarning qo'lida ko'p azob chekib, bor yo'qini sarf qilgan bo'lsa-mu, kesili yaxshilanmoq tugul, texmi eg'ilishib ketgan edi. Bu ayolmi Hazrati Ayso haqidagi gap so'zlarni anglagan edi. Shuning uchun xaloyiqning orasidan qisilib kelib, orqa tarafdan uning chopini silab qo'ydi. Chunki u ichida Hazrati Aysoning chopini tutsamla, cho'qim saqayib ketaman, deb o'ylagan edi. Xun shu an to'xtab, ayol o'zining kasal azobidan qutulganligini his qildi. Dal shu vaqtda Hazrati Ayso vujudidan qudratining chiqqanligini sezdi. U xaloyiqning ichida kayniga burilib: "Kiyimimni tutgan kim?" deb so'radi. Shogirdlari uningga: "O'pcho'ringizga xaloyiqning qistab kelayotganini ko'rib turuqliq, yana men tutgan kim?"
deb so'raysizmi, deyishdi. Biroq Hazreti Ayso o'zini tutgan kishini tepish uchun davomliq atrofiga qaradi. O'zida nima ahvolning yuz berganligini sezgan ayolmi, qo'qqinidan titirgan holda Hazreti Aysoning oldiga kelib, oyig'iga yiqildi va uningga haqiqiy ahvolni aytdi. Hazreti Ayso uningga: "Qizim, ishonching seni saqaytdi. Tinch omon qayt. Davomliq salomat bo'l", dedi. Hazreti Ayso bu so'zni qilayotganda, ibodatxona mas'ulining uyidan kishilar kelib, ibodatxona mas'uli Yoyirga: "Qizingiz jon uzdi. Endi ustozni ovor qilishning hojati yo'qmikin?" deyishdi. Hazreti Ayso bu so'zlarga qaramay, ibodatxona mas'uliga: "Qo'rqmag'in, ishonching bo'lsin", dedi. Shuning bilan Hazreti Ayso Petrus, Yoqub va Yoqubning inisi Yuhannani ilib yo'lga chiqdi. Ulardan boshqa hech kimning o'zi bilan birga berishiga ruxsat qilmadi. Ular ibodatxona mas'ulining uyi oldiga kelganda, Hazreti Ayso qattiq dard faryod ko'targan kishilar to'pini ko'rdi. Hazreti Ayso uyiga kirib, ularga: "Nemishqa dard faryod ko'tarib yig'laysizlar? Bola o'lmadi, uxlab qopti", dedi. Biroq ular Hazreti Aysoni masxir qilishdi. Hazreti Ayso hammalarni tashqari chiqarib o'tgandan keyin bolaning ota-onasini va birga kelgan shogirdini ilib, bola bor uyiga kirdi. U bolaning qo'lidan tortib uningga "Talita kumi" dedi. Bu so'zning ma'nosi: "Qizim, sana aytmanki, o'rningdan tur" deganlik edi. 12 yoshlik bu qiz shu on o'rnidan turib mengishga boshildi. U yerdagilar bu ishga intayin hayron bo'lishdi. Hazreti Ayso ularga bu ishni hech kimga tinmaslikni qattiq topildi va ularga qizning qo'sig'iga bir narsa berishni buyurdi.